Jamg'arma ishiga Xadichani ham jalb etsak degandim, Mustafa. Nima deysan? Yaxshi o'ylabsiz, ustoz. Laraning yonida Xadicha bo'lsa, ishlar yurishib ketadi. To'g'ri aytasan. Sumbul? Ustoz. Vaqt tugadi. Yoningga ketyapman, Sumbulam. Ashraf. Ehtiyot bo'l o'g'lim. Taslim bo'l. Yo'lim oxirlab qoldi. Tinimsiz tavba qildim. Meni kechir deb Allohga rosa yolvordim. Yangi hayot qurdim. Ammo o'tmishim etagimni qo'yib yubormadi. Sendan bir iltimosim bor, zobit afandi. O'g'lim Mehmetimga aytib qo'y. Uni juda ham yaxshi ko'raman. Bunday bo'lishini sira istamagandim. Esingni yig'. Nafas ol. O'g'lingni qanchalik yaxshi ko'rishingni unga o'zing aytasan. Avval gaplashib olamiz. Yordam bering. Rosa uzoq yurdik. Charchab ketdim. Ketdik. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Kit. Izimizga tushibdi. Ming la'nat. Sen nima qilib bo'lsa-da Kitni top. Boshimizni qotirib o'tirmasin. Salom yigitcha. Bu yerda tuzukroq mehmonxona topiladimi? Bandargohdan chiqishingiz bilan yaxshi mehmonxona bor. Juda soz. Mana ularni o'sha yerga eltib ber. Bu senga. Mana u ham. Haqingni ham unutma. Ashraf, bizga yordam ber. Shunday qilsang dushmanlaringni adabini beramiz. Narimon kimning odami? Pul to'laganning. Pulni kim to'lagan? Bizning ishda buyurtmachi so'ralmaydi, zobit afandi. O'g'ling Mehmet Narimondan bizni bankir Murod yolladi degan gapni eshitibdi. Taniysanmi uni? Hech narsani bilmasligi aniq.
Zobit afandi. Ashraf afandi. O'g'ling Mehmet ishonchli qo'llarda. Undan xavotir olma. Bankir Murod shubhali shaklda joniga qasd qildi. U bilan buyurtmachi bir odam ekaniga ishonmayman. Bankirlarga ko'z quloq bo'laylik o'g'lim. Xo'p, ustoz. Bandargoh mudiriga. To'g'risi, chiroyli gapirishni bilmayman, ammo farosatingizga qoyilman, Boris afandi. O'zingizni ottirish fikri noyob, ayni paytda jasorat talab qiladi. Bu o'yinda yutdik, vassalom. Ketishing mumkin. Uzun miltiq laqabli zargar Ashraf afandi. Bankirlar Sulaymon va Yakubni qasddan Husayn qizi Sumbulni ehtiyotsizlik oqibatida o'ldirishda, bankir Boris Zaxariyazni, Galata zobiti Mustafa afandini va men Galata qozisi G'iyosiddin Xotamiyni o'ldirishga qasd qilganlikda ayblanyapsiz. Bu mavzuda aytadigan gapingiz bormi? Ashraf afandi, haliyam hech narsa demaysizmi? Sizni bu jinoyatga boshlagan kimlar? Yoxud kim? Nega bunday qildingiz? Ashraf afandi, agar aytadigan gapingiz bo'lsa, fursat g'animat. Juda soz. Ixtiyoringiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hukm. Uzun miltiq laqabi bilan mashhur bo'lgan Ashraf afandi Istanbul shahrida sodir etgan jinoyatlarni to'liq tan oldi. Shu bois jazosi o'limdir. Ammo oilasi garovga olingani sabab jinoyatlarni majburan sodir etgan. Ushbu holatni inobatga olib, oliy jazo yumshatildi va 20 yil qamash hukmiga almashtirildi. Alloh gunohlaringni kechirsin. Sud tugadi. Zobitlar, mahkumni olib chiqing. Vaqt bo'ldi, Kit. Voy, janobning eng mohir mergani sen.
Qarshimga chiqqaningga qaraganda general va uning odamlaridan avval go'rga kirmoqchisan shekilli. Bechora hindular, sendek ashaddiy qotilga boshqaruvni ishonib topshirishibdi. O'zingchi qotilmasmisan, Sam, ha? Umrim davomida tinchitgan odamlarimni sen bitta jangda yo'q qilgansan. Mening qurolim davlatga xizmat qiladi, Kit. O'zingni bos, tinchlan. Urush tugadi. Mag'lub bo'ldingiz. Hozir ham chuv tushasan. Bu seni fikring. Qozi afandi, ijozat bersangiz, bir savolim bor. So'rayver, Hasan. Bir guruh zolimlar bu dunyoda mazza qilib yashab, zulmlarni zarracha ham to'xtatmay o'tib ketishadi. Hasan, qani o'tirchi, sen bilan ozgina gaplashamiz. Qozi afandi, adashayotgan bo'lsam Alloh kechirsin. Men bu qanday adolat deb o'ylab qoldim. Barakalla Hasan, ofarin. Alloh odil mutlaqdir. Kichikroq jinoyatlar tumanlarda, kattaroqlari viloyatlarda ko'rilganidek, zolimning zulmi bu dunyoda jazosiz qolgandek ko'rinsa-da, haqiqiy adolat oxiratda namoyon bo'ladi. Parvardigorning buyuk mahkamasi yonida bizniki hech gap emas. Odamzod xomtima bo'lmasin, o'zini aldamasin. Yaratgan egam har bir ishning hisobini bitta-bitta so'raydi. Undan hech kim qocholmaydi. Albatta Qozi afandi, sharofatingiz bilan shubhalardan qutuldim. Baraka toping iloyim. Sen ham kam bo'lmagan o'g'lim. Mehmonlaringiz kelishdi, Boris afandi. Taklif qil. Xush kelibsiz. Marhamat, o'tiring. Nima bilan siylasam ekan? Rahmat, ijozatingiz bilan maqsadga o'taylik degandim. Albatta. Xabaringiz bor, Amerikadagi fuqarolar urushida biz janubliklar mag'lub bo'ldik, lekin hali imkoniyat bor. Shunaqami? Janub qo'shinini yana oyoqqa turg'azish uchun zarur bo'lgan yagona narsa qurol. Sizdan so'ralgan qurollarni bera olasizmi? Hozircha chorak qismini. Qiziq, nega ingliz yoki fransuzlardan yordam so'ramadingiz? Ochig'ini aytavering. Ingliz va fransuzlar yangi qurilgan hukumat bilan munosabatlarni buzishmoqchi emas. Bizga embargo qo'llashdi. Qolganini qachon bera olasiz? Qurol yaroq savdosi ancha jiddiy ish, janoblar. Katta miqdordagi yuk bir zumda ko'pchilikning e'tiborini tortadi. Boz ustiga sizlar davlat emassizlar. Xavotir olmanglar. Haqqini to'lasangiz, istagancha qurol topib beraman.
yoningizda yursam, o'zimni xotirjam sezaman. Sizsiz kechgan har daqiqa asrlardek tuyuladi. Uchrashganimizda esa shamoldek uchib ketadi. Xotirjamlik menga umuman begona so'z. Hayotim shunchalik alg'ov-dalg'ovki, ular sinovlarga to'la. Faqat sen yoningda bemalol nafas olaman. Shuni bilsang bo'lgani. Hayotimda yagona intiladigan narsam sening oy ruxsoring. Ishingiz juda ham xavfli ekan. Rosa qo'rqdim. Istagim nimaligini bilasizmi, Mustafa? Avval otamning hayotini saqlab qoldingiz. Keyin esa meni. Mumkin bo'lsa, ertaga kechki ovqatni biznikida yeylik. Nima deysiz? Ovora bo'lishga hojat yo'q. Iltimos. Bir tola soching to'kilishiga ham yo'l qo'ymayman. Shuni bilsang bo'lgani. Men uchun eng katta sovg'a shu. Bunaqasi ketmaydi. Dadam bilan gaplashaman. Yaqindan tanishishingizni istayman. Juda sof dil inson. Bir pasda til topishib olasizlar. Ishonchim komil bunga. Ma'zur tutasan. Bunaqa holatlarda o'zimni juda noqulay his qilaman. Tushuntira oldimmi? Bunaqasi ketmaydi dedim-ku. E'tirozlarga o'rin yo'q. Iltimos, ertaga kechqurun mehmonga kutamiz, kelishdikmi? Vaqt bo'lib qoldi. Ketishim kerak. Ertaga kechqurun. Xo'p, o'jar qizaloq. Kelishdik. Endi menga javob. Ijozatingiz bilan. Yaxshi boring. Yukning birinchi qismini ertaga tunda jo'natamiz. Qolgani 12 oy davomida muntazam yetkazib beriladi. Qaysi bandargohga olib borish kerakligini aytsangiz bo'lgani. Xo'p, qancha bo'ladi? 4 million oltin. Bu biz so'rayotgan qurollarning narxidan 5 baravar qimmat-ku. Ha, shunday. Agar boshqa joydan qurol olishning imkonini topolsangiz bemalol. Pulni qanday to'lash haqida gaplashib olamizmi? Paxta. Paxta. Uni bejizga oq oltin deyishmaydi, janob Zaxariyas. Bizning o'lka butun dunyoga paxta eksport qiladi. Qurol-yaroq evaziga ixtiyorimizdagi paxtani yarim narxida sizga yetkazib beramiz. Uni qayta ishlab, katta daromad qilishingiz yoki xomashyo sifatida sotib, 4 million oltinni qisqa muddatda bemalol topa olishingiz mumkin. Paxta furush bo'larkanman-da. Ishlarimni qonuniylashtirish imkoniyati bu. Kelishdik. Yordamlash bor.
yuragiga o'q tekkan. Voqea guvohi nima dedi? Ikki kishi 10 metr oraliqda bir-biriga qarab gaplashishibdi. So'ngra qurollarni chiqarib bir-birlarini otishibdi. Shaxsiy buyumlar qayerda? Mana bu matoning tagida xo'jayin. Qiziq. Ajoyib qurol. Nyu-Yorkda Amerika janubidan kelgan askar. Bu qurol Amerika janubidagi qo'shin vakili ekanidan darak bermoqda. Duelda uni kim o'ldirdi ekan? Janob Jeffrey, Mr. Kit. mana bu hujjat haqiqiy bo'lishi uchun imzolab bersangiz. Ancha katta pul-ku, adashmayapsizmi? Buyruqni bajarsangiz bo'lgani. Ixtiyoringiz. Endi nima qilmoqchisiz? Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Xo'sh, janubdan kelgan delegatsiyachi. Qaysi delegatsiya? Unaqa hay'at yo'q endi. Yoqimli ishtaha. General Newton, Sam allaqachon qaytish kerak edi. Kit, Samga faqat kuzatib bor, qarshisiga chiqma degandim. Afsuski o'z boshimchalik qilibdi. Parvardigor gunohlarini kechirsin. Kit, la'nat unga. Janoblar, Kit izimizga tushgan. Ehtiyot bo'lgan ma'qul. Shu yer. Tortinmay o'ynayveringlar. Sizlar orqali non topamiz. Ali, ko'p gapirma. Janob Ayvaz. Xush kelibsizlar janoblar. Hozir dasturxon tuzaymiz. Ayvaz, seni nega bank deyishadi? Shunaqa deyishadimi? O'zingni go'llikka solma. Ehtimol shundaydir, ammo hali hech kim yuzimga aytmaganda. Nazarimda, pullaringni bankda saqlaganing uchun shunday deyishadi. Darvoqe, turqing ham o'shalarga o'xshaydi. Bugundan boshlab daromadingdan oyiga 100 oltin ajratib turasan. O'qitaymi?
Og'alar, bu yer kimniki ekanini Har oy 100 oltin. qani? Nariroq turinglar. Joningizdan umidingiz bormi? Qimirlab ko'ringlar-chi, ha? O'tiringlar. Kimga aytyapman? Yaramaslar. Kim yaramas? Menmi? Bo'ldi, ketdik, Ali Bahodir. Qani, yura qol. Janob Ayvaz. Oyga 100 oltin? Uchrashuv qalay o'tdi? Qurollarni qachon berisharkan? Buni qayerdan bila qolding? Ko'p narsalarni bilaman. Olgan qurollaringiz bilan Amerikada yana urush boshlamoqchisiz. Hali gapim tugamadi. Federal hukumat meni bu yerga sizlarni to'xtatish uchun yubordi. Qurollarni musodara qilish uchun. 4 kishimiz. Farding sig'armikan? Albatta. To'pponchamda 6 ta o'q bor. Sizlarga yana bir yaxshilik qilaman. Qo'limni biroz ko'taraman. Yana ozgina. Yetadimi? Yana biroz. Bu-chi? Bunisi qalay? Dadajon, Qizim, ketyapsizmi? ha, Ko'rinishingiz chakki emas. muhim uchrashuvim bor. Shunga shoshib turgandim. Menda gaping bormi? Ertaga kechki ovqatga kimni taklif qilganimni bilasizmi? Kimni? Zobit Mustafoni. Sizni ham, meni ham hayotimizni saqlab qoldi. Shu bois minnatdorchilik sifatida uni mehmonga chaqirmoqchi bo'ldim. Nima deysiz? Zobit Mustafo. Bu ishim sizga yoqmadimi? Yo'q, nega unaqa deysan? Juda ham yaxshi o'ylabsan.
Ajoyib fikr. Hozir shoshib turgan, keyinroq gaplashamiz. Xolajon, Judayam epchil ekan. Bechoralar qurollarni olishga ham ulgurishmabdi. Pistirmaga tushganmikan? Pistirma emas. Qara, odamlar yarim oy shaklida turishgan. O'q hammasining yuragiga tekkan. Nima bo'pti? Yagona raqib hammasini yer tishlatgan. Bir kishimi? Bir kishi 4 odamni tinchitibdi. Ashyoviy dalillari bormi? Albatta, og'am. Yonlaridan mana bular chiqdi. Amerikadan kelishgan ekan. Janubiy qismidan. Yo tavba. Dunyoning narigi burchagidan kelib shahrimizda jon taslim qilishsa ya. Taqdir ilohiy. Qurol yarog' ro'yxati. Ular qurol olgan kelishgan. Shu yermi? Bu senga. Bandargohni yaxshi bilasanmi? ha, Yaxshi. Mabodo biror qiziq gap chiqsa darrov xabar berasan. Kelishdikmi? Bu senga. Buyumlarim xonadami? Xuddi shunday, janob. Juda soz, rosa charchadim. Vannani tayyorlang. Yuvinib olmoqchiman. Tushunmadim. Yuvinib olaman. Issiq suv tayyorlab qo'yinglar. Uzr janob, bizda vanna yo'q. Yuvmoqchi bo'lsangiz ko'chaning boshida hammom bor. Turk hammomi? Yaxshi. Unda bularni ham xonamga eltib qo'ying, iltimos. Albatta janob. Do'lmabog'cha saroyi. To'g'ri aytasiz, sultonim. Ko'ring, Asad Posho va Boris Zaxariyas kelishdi, sultonim. chaqir kirishsin. Sultonim, A'lo hazrat. Boris afandim, yaralanganingizni eshitdik. Xudo shifo bersin. Sal tirnab o'tdi olam panoh. Katta rahmat. Vaqtimizga omon bo'ling. Asad Posho hazratlari siz haqingizda yaxshi gaplar aytdilar. Xabaringiz bor, bankir Murod bizni ancha ranjitdi. Afsuski shunday podshohim. Asad Poshoning aytishiga qaraganda bank ochishga qiziqayotganmisiz. Ijozat bersangiz urinib ko'raman, a'lo hazrat. Boris afandi, bu bankning xalqimiz uchun qanchalik muhimligini anglagan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, bankni ochish uchun talab qilinadigan 12 million oltin sarmoya topa olasizmi? 12 million oltinmi, sultonim? Saltanatimiz nufuziga munosib bank ochmoqchimiz. Albatta. Ammo 12 million oltin to'plash uchun biroz vaqt kerak. Boris afandi,
Vaqt biz uchun juda muhim va qimmatli narsa. Bir oy muhlat beraman. Galata qozisi G'iyosiddin ham bank ijrochilar kengashiga a'zo bo'ladi. Bosh ustiga sultonim. Juda soz. Omadingizni bersin. Omon bo'ling, a'lo hazrat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan, Xadicha. Avval kelishganimizdek, Xadicha qizim bugundan boshlab jamg'arma faoliyatida Lara xonim va bizga yordam beradi. Xudo quvvat bersin. Xadicha, ana bu jamg'armaga ajratilgan xona. O'tirib tur. Lara kelgach tanishtirib qo'yaman, inshaalloh. Bunday mehribon ayollari bor ekan, Galata omonda bo'ladi, ustoz. To'g'ri aytasan. Parvardigorim erkak va ayolni bir-birlarini to'ldirishlari uchun boshqa xususiyatlar bilan yaratgan. Ayollarimizning mehri va fidokorligi bizning jasoratimiz bilan birlashsa, har qanday to'siqni bemalol yengish mumkin. Bu yoqqa yurchi, ozgina suhbatlashamiz. Nima gap? Jabrlanuvchilarning kimligini aniqlay oldinglarmi? Amerika qit'asidan kelishibdi. Janubliklar. Ertalab Istanbulga kelib, ko'chadagi otishmada halok bo'lishgan. Yo tavba. Dunyoning narigi chekkasidan kelib Galatada halok bo'lgani qiziq. Chiptalari. Bu yerda boshqa gap bor. Ertalabdan beri jami 5 kishi o'ldirildi. Qarang. Ularning yonidan qurol-yarog' ro'yxati chiqdi. Qurol-yarog' ro'yxati. Qiziq. Sotish uchun kelishganmikan? Ehtimol. Bolqon va Arabiston yarim orolida qurolga ishqibozlar ko'p. Hammasini yollanma qotil o'ldirgan. Qotil? Shuncha odamni bir kishi o'ldiribdimi? Hammasi yuragidan o'q yegan. Aniq otilgan. Mohir mergan. Yo tavba. Shunaqa ham chaqqon mergan bo'ladimi? Ustaz farang. Surishtirishni boshlab yubordik. Yaxshi. Kuraklaringiz qotib qopti-ku, beyim. Yaxshilab o'qala. Ellak afandi, joyni bo'shat. Burxon og'am keldi. Davom ettir. Hozir 1 daqiqa og'am. Tezroq bo'shat deyapman, qani. Qani tur. Turk hammomi deganlari chindan ham ajoyib joy ekan. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Uqalashda davom et. Beyim Burxon og'a kutib qoldi. Burxonmisan boshqami? Bugun senga navbat yo'q. Toshingni ter. Nima? Burxon og'a kimligini bilmaysanmi, ko'ppak? Menga yoqdi. Ancha charchabman.
Galata. Soat sozdan iz qolmaganiga aminmisan? Albatta. Yaxshi. Unda ikki xil og'u tayyorlab berasan. Birinchisi sekin tashlab qilib asta-sekin o'ldiradi. Ikkinchisi tinchitishi shart emas. Faqat kasal qiladi. Xullas ikki xil zahar. Tayyorlay olasanmi? Kimlar uchun? Nima farqi bor? Zahar tayyorlash uchun mijozning vazni va bo'yini aniq bilishim shart. Biri baquvvat, uzun bo'yli, yosh. Ikkinchisi esa bola. Bo'ldimi? Nima bo'ldi? Otalarining kasriga qolgan bechora bolalar. Ish qanchalik jiddiyligini tushungan bo'lsang, endi aynan nima qilishing zarurligini gaplashib olamiz. Do'lmabog'cha saroyi. Sultonim, Murod bey bankka 6 million oltin qo'ymoqchi edi. Negadir biz Borisdan 2 hissa ko'proq pul so'radik. Sadrul Azam afandi, ko'raylikchi. Boris bu pullarni kimlardan olarkan? Nazarimda bankir Murod voqeasi unchalik jo'mmas. Ortida biz fosh etolmagan sirlar ko'p. Agar Boris bu pullarni o'z hisobidan to'lasa qanday yaxshi. Mabodo xorijdan so'raydigan bo'lsa, darrov xabari keladi va men Borisni lavozimidan ozod etaman. Tushundim sultonim. Unda qozi G'iyosiddinchi? Qozi G'iyosiddinni nima uchun ijrochilar kengashiga kiritmoqchiligimni bilmoqchimisiz? Xuddi shunday sultonim. Bu bank davlat xazinasiga aylanadi, Sadrul Azam afandi. Payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlaridek. Sallallohu alayhi va sallam. Mol dunyoga o'chlik xatolarning boshidir. Bankirlarning ko'zini pul xirsi ko'r qilgan. Foniy dunyo ne'matlariga qattiq ko'ngil qo'yishgan. Shu bois Sadrul Azam afandi o'sha kengashda adolatli insonga ehtiyoj bor. Bu vazifani qozi G'iyosiddindan boshqa odam eplay olmaydi. Ixtiyoringiz sultonim. Xudo shifo bersin, amakijon, sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi bo'ling, xolajon. Xayr. Baraka topinglar. Qozi afandi umringiz uzoq bo'lsin. Xudo shifo bersin. Yaxshi boringlar. Rahmat. Baraka topsinglar. Kel o'tir, ozgina gaplashaylik. Bechoralar. Dardlari og'ir. Qaniydi kasalxonamiz bo'lganida akajon? Allohning marhamati keng singlim. Bir kun uyam bo'lar. Ana, Lara qizim ham keldi. Xadicha bugundan boshlab xayriya ishlarida senga ham, bizga ham yordam beradi. Shunaqami? Safimizga xush kelibsiz. Bag'oyat xursandman. Marhamat, o'tiringlar. Xadicha qizimiz tibbiyot maktabini bitirgan. Ayni paytda shifokorlik ham qiladi. Akajon, Yana bir gap. Maqtashlarini sira ham yoqtirmaydi. men ham xursand bo'ldim. Xudo xohlasa sizga yordamim tegadi. Aslida biz ko'makchimiz. Tinchlikmi Gulbahor xonim? Bo'yningizga nima bo'ldi? Bemor tuzalaman desa tabib o'z oyog'i bilan kelarmish. Bo'yningiz qotib qoldimi? Bir qarachi. Qattiq og'riyapti, qimirlatolmayapman. Ijozatingiz bilan. Iltimos qizim sekinroq. Hech narsa qilmaydi, ozgina sabr qiling. Oy. Bismillah. Tuzyimisiz? Chindan ham qo'li shifo berarkan. Juda so'z. Hali ko'p xayrli ishlar qilamiz. Aminman bunga. Qozi afandi. Og'rimayaptimi? Yo'q, rahmat, baraka top qizim. Zobit Mustafoni ertaga kechki ovqatga taklif qildik. Mehmonga. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Tinchlikmi qizim? Mustafa bey ham meni
ham otamni qutqardi. Unga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Nimayam berdim, Lara qizim. Yaxshi qilibsizlar, ammo Mustafo bunaqa narsalarga ko'p ham ahamiyat bermaydi. Taklifingga rozi bo'lmasa, ranjib yurmagin tag'in. Yo'q, aytsinchi. Rozi bo'ldi. Borar emish. Shunaqami? Mayli, sizlarga xalal bermay, ishimga qaray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, zobit afandi. Bormanglar. Salomat bo'l. Kel xizmat. Balki eshitgandirsiz. Bugun Galatada 5 nafar amerikalik o'ldirildi. Galatada gap tez tarqaydi. Afsuski shunday. Bandargohga kemada kelishdi. Biror shubhali holatni ko'rmadingizmi? Bu yerga har kuni qancha odam kelishini bilasanmi? Tushundim. Amerikalik odamni qidiryapman. Ko'rsangiz yoki eshitsangiz Albatta. aytarsiz. Rahmat. Nima qilyapsan? Qani bu yoqqa kelchi. Ishlayapman. Ishlayapsanmi? Barakalla. Qanaqa ish ekan? Bandargohda qiziqroq voqealar bo'lyaptimi, yo'qmi kuzatib yuribman. Yo'q, qoyil. Yana bir filmda Mustafa ulg'ayapti degan. Menga qara. Qahvaxonaga bor. Hammollar ovqatlanishyapti. Sen ham quruq qolma. Shart emas, pulim bor. Amerika dollari? Qayerdan olding buni? Boris afandi, amerikalik odam keldi. Nufuzli tanishlarimizdan birining salomi bilan. Muhim taklifi bormish, siz bilan uchrashmoqchi. Yana amerikalikmi? Chaqir. Keling. Kim bo'lasiz? Ajoyib kolleksiya ekan. Siz bilan hali ko'rishmagandik. Og'aynilarim bilan tanishgan ekansiz. Meni tanimasliging aniq. Yo'limga to'g'anoq bo'lganlarni sira kechirmayman. Bu yerga janjal qilgani kelmadim. Tashqarida qurolimni olib qolishdi. Sizga ish yuzasidan ajoyib taklifim bor. Ishmi? Seni deb 4 million oltindan quruq qoldim. 4 millionmi? Ancha past ketibsiz. Sizga 6 million oltin taklif qilmoqchiman. Kit. Bugun tongda kelgan kemaning chiptasi qurbonlardan biriga ketdi. Marhum janubliklar. AQSh elchixonasining manzili. Yaramaslar.
Siz uchrashgan odamlar qurol izlashayotganini bilardik. Yurtimizda yana urush chiqarishmoqchi edi. Xo'sh, shimolliklarga qurol nega kerak? Uzumini yengu bog'ini surishtirmang. Oddiy savdogar emasman. Molim qayerga borishini aniq bilishim shart. Yaxshi. Ingliz va fransuzlar hamon mamlakatimizga tahdid solishyapti. Xo'sh, Janubliklar so'ragan qurollarni Hindistonga jo'natamiz. Ingliz mustamlakasida to'polon chiqarish uchun. Inglizlar Hindiston bilan ovora bo'lishayotganda, shimolliklar Amerika qit'asining yagona hukmdoriga aylanishadi, to'g'rimi? Qoyil, ofarin. Bu ketishda qudratli davlatga aylanadi. Chunki dushmanlarga sira achinmayapti. Boz ustiga har qanday holatdan foyda olyapti. Aqlli odamligingizni kelishdan avval eshitgandim. Mamlakatingizda nima uchun qurol-yarog' korxonalari qurmayapsiz? Chunki buning uchun sultonni ko'ndirish lozim. Avval sizning ishingizni hal qilaylik. Mol tayyor. Ertaga tunda yo'lga tushadi. Yaxshi. Haqqini qanday to'laysiz? Yuk manzilga yetib borishi bilan pulingizni olasiz. Qanday qilib? Germaniyadagi bankda buning uchun maxsus hisob raqami ochganmiz. Qurollarni jo'nating. Pul qo'lingizga o'tadi. Darvoqe, eshitishimcha bu yerda katta bank ochayotganmishsiz. Demak, pul o'tkazish siz uchun hech qanday muammo tug'dirmaydi. Albatta. Nachora, o'tmishda yo'qotilgan narsalarni kelajakda topish mumkin. To'g'ri aytasiz. Siz bilan ishlash maroqli. Cherik. Bizni chaqirishyapti. Xo'jayin, Nima qilyapsizlar bu yerda? o'zimiz shundoq. Hozir amerikalik mehmon keladi. Yoniga yaqinlasha ko'rmanglar. Ko'rishingiz bilan idoraga boring. Shu yerda kutinglar, bu yerda emas. Xo'jayin, uni qanday taniymiz? Kichik zobit ko'rsatadi. Xavotirlanmang. Yaxshi, sizchi xo'jayin? Amerika elchixonasiga boraman. Unga aslo yaqinlashmanglar. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Mayli, Xudo quvvat bersin. Voy, aqlli bola. Sen ko'rsatasanmi? Qanaqa odam o'zi? Bo'yi balandmi? Mendan ham balandmi? Adabini bera olamanmi? Ha, bo'pti. Uni bir yo'li qilaman. Hovliqma. Bobi Ali. Kiring. Nima gap? Boris afandi xabar yubordi. Ertaga ertalab A'lo hazrat bilan ko'rishmoqchimish. Juda soz. Gap nimadaligini yozibdimi? Yo'q, Nozir afandi. Yaxshi, tushunarli. Xo'sh, yana nima gap? Nozir afandi, Ali Bahodir. Unga nima bo'pti? O'ziga rosa bino qo'ygan. Boshimizga balo bo'lmasa edi deb qo'rqaman. Aytgan vazifalarimizni bajaryaptimi, yo'qmi? Avval shuni ayt. Unda muammo yo'q. Yaxshi. Aliga halal berma. Istanbulni ko'cha bezorlardan tozalashimiz kerak, Rizo. Juda muhim ish bu. Ali Bahodir kabi mohir merganlarga ehtiyoj katta. Xo'y, ishini qilaversin, u yog'ini o'ylab ko'rarmiz. Xo'p, bo'ladi.
Nima gap o'zi? Janjal chiqibdi. 4 kishi o'libdi, xo'jayin. Guvohlar bormi? Bor, xo'jayin. Chaqiring kirsin. Kela qol. Bir boshdan tushuntirib berchi. Afandim, umrimda bunaqasini ko'rmagan. Bekorchi gaplarni qo'y. Aslida nima bo'ldi? Shundan gapir. 4 kishi bir kishiga qarshi chiqdi, ammo mag'lub bo'ldi. Bir o'zi hammasini tinchitdi. Qanaqa odam edi? Dahshatli odam. Bay deb menga mana bu pulni tashlab ketdi. Bugun Istanbulga jasad yog'ilyapti. Jasad. Yo tavba. Elchi janoblari, Galata zobiti Filinta Mustafa siz bilan ko'rishmoqchi. Xush kelibsiz. Galata zobiti Mustafa. Marhamat, o'tiring. Keling, xizmat. Xabaringiz bor. Galatada 5 nafar vatandoshingiz o'ldirildi. Ha. Janobliklar, dafn ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Politsiya jinoyatchini tezda topadi degan umiddaman. Xotirjam bo'ling. Nega kelishganini bilasizmi? Umuman xabarim yo'q. Tushundim. Jabrlanuvchilarning hammasi yuragidan o'q yegan. Juda qiziq. To'g'rimi? Nima? Marhumlarning pasportlari bizda bo'lsa ham ularni janubliklar dedingiz. Tushunmadim. Odamlar janublik edi dedingiz. Tashqi ko'rinishlariga qarab shunday xulosaga kelgandim. Qiziq shundaki, surishtiruv jarayonida mehmonxonalardan birining xonasiga kirdik. Bilasizmi nima chiqdi? Marhum janubliklarning suratlari va sizning manzilingiz. Janob Mustafa, bu bilan nima demoqchisiz? Aytmoqchi bo'lganim shuki, janob elchi. Hali yosh davlatsizlar. Biz esa 6 asrli ulkan saltanat sohiblarimiz. Mamlakatimiz poytaxtiga kelib g'avg'o chiqarishingizga yo'l qo'ymaymiz. Quloqingizga quyib oling. Endi yaxshilikcha so'rayapman. Bu mavzu bo'yicha nimalarni bilasiz? Bu masaladan umuman xabarim yo'q. Kid degan odamni taniysizmi? Kit? Eshitmagan ekanman. Mayli. Ixtiyoringiz. Xayrli kun. Hoziroq Kitni toping. Menga qara Chayrak. Nima? Yonimizdan kiyimini o'zgartirib o'tib ketsa-chi? Ha? Qanday taniymiz? Bilmasam oshna. Bu yoqqa yurchi. Yur. Hello. Nima qilyapsan oshna? Inglizcha salom deyapman. U ham hello desa bilingki amerikalik. To'g'ri. Aqlinga qo'yilman. Hello. 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 What's your name? Welcome to Istanbul. Sen ham biror narsa desang-chi, ha? Qani? Hello.
Bundan biror ish chiqarmikin, a? Hello. Hello. Janob Kit, elchimiz Mr. Jeffries sizni ko'rmoqchilar. Hello, amaki. Hello. Bera. Mana olyapman. Oldim. Yo tavba. Esing joyidami? Abdulloh, bu nima qilganing? Do'konga eshagi bilan kirib oldi. Sog' odam do'konga eshakda kirarmidi? Yo'q, kiyimi ham g'alati-ku. Befandi omon bo'lsin, lekin es hushi unchalik joyida emas. Aqlli odam do'konga eshakda kirmasdi. Bo'la qolib qajon, tezroq ol. Eshagim zerikib ketdi. Xo'p bo'ladi. 1 daqiqa janob. Eshagingiz kulimsiray oladimi? Nima? Shunchaki o'zim. 3 2 1 Bo'ldi afandim. Yanaga haftaga kirib o'tarsiz. Xo'p. Yaxshi boring. Istanbulda ming bir xil odam yashaydi, Mustafa. Tinchlikmi? Muhim gap bor. Pastga tushaylik. Tushaver oshna. Bu yoqqa qara. Angliyada yashaganimda Amerikada mohir merganlar ko'p deb eshitgandim. To'g'ri? Mabodo Kit deganni taniysanmi? Kit? Seni ehtiyotkor deb o'ylardim, Kit. Nima bo'ldi? Galata politsiyasidan Mustafa degan odam yonimga keldi. O'ldirgan odamlaring kimligini, xullas, hammasini biladi. Shunaqami? Operatsiya taqdirini xavf ostida qoldirding. Xavotirlanma. Mustafa muammo bo'lmaydi. Hozir seni izlayapti. Yaxshi. Unda topishiga yordam beraylik. Kit dedingmi? Ha. Jahon maxsus xizmatlari ensiklopediyasida ko'zim tushgandek bo'lganda, Amerikaning mohir merganlaridan, G'arbda afsonaga aylangan bir vaqtlar poyezdlarni talarkan G'arbning eng tezkor mergani. Mana, qara, surati. Birinchi urush davrida ko'rsatgan qahramonligi uchun janobliklar tomonidan afv etilgan. Bir muddat josus ham bo'lib ishlagan. Amerikaning maxfiy politsiyasi xodimimi? Xuddi shunday. Tushundim. Rahmat. Mustafa, nima bo'lgan taqdirda ham u odamning qarshisiga yolg'iz chiqmaslikka harakat qil. Xo'p. Ishlash kerak. Hoziroq. Hoziroq. Oyijon, nima qilyapsan? Qo'y bor. Jim, Bo'ldi, jim o'tir.
Gap bor. Zobit Mustafo ertaga kechki ovqatga keladimi? Ha, dadajon. U bilan qayerda tanishganding? Politsiya idorasida. Tushunarli. Chindan ham juda ajoyib inson. Jasur, sofdil. Xuddi sizga o'xshaydi. Dadajon, Qadar juda nozik ekan. qonadimi? Hozir malham keltiraman. Qani, kelchi, Mustafo. Kel qol. Kidning xonasidan topgan qog'ozlarga qaraganda, ular yurtimizda katta o'yin boshlagan. Bular ingliz mustamlakasidan qutula olgan kuchli davlatlardan biri. Bu boshqaruv tizimi oqilona yo'lga qo'yilgandan dalolat beradi. To'g'ri. O'g'lim, sen bilan gaplashmoqchi bo'lgan boshqa gap bor. Eshitaman. Ertaga kechki ovqatni Boris Zaxaryasning uyida qilmoqchi emissan, to'g'rimi? Ha, Lara qizimiz ahvolingdan xabardormi, o'g'lim? Bo'yningdagi arqon pishiq, yelkangdagi yuk og'ir, o'g'lim. Ehtiyot bo'l. O'zingga ham qiynalma, birovni ham ranjitma. Nima beray, mehmon? Yigitlar nima ichishayotgan bo'lsa o'shandan. Tinchlik maoshni buncha tikilding. Menmi? Nimaga mehmon? Baqirib qolding. Yur bir gaplashib qo'yamiz. Qani gapirchi, nima darding bor? Aslida sizlar bilan ishim yo'q. Nachora. Qismat ekan, kuning bitib qolibdi, yigit. Nimalar deb valdirayapsan, galvars? Janoblar, kimning oxirgi gapi bor? Do'lmabog'cha saroyi.
Malikam, sizdingiz. Allohim, gunohlarimni kechir. Nima qilib qo'ydim? Xayrli tun, xolajon. Kel. Kela qol Hasan. Qozi afandi, ko'prov mavzesida jinoyat sodir bo'ldi. 6 kishi o'lgan. Hammasi yuragidan o'q yebdi. O'sha odamning ishi. Voqea qanday ro'y berdi? Nima bo'lganini o'zim ham tushunmay qoldim. Jabrlanuvchilar shu yerda o'tirishgandi. Bir odam kirib bu tomonga o'tirdi. 2 daqiqadan so'ng bam-bum 6 kishini tinchitdi. Bunday chaqqon merganni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Aniqrog'i, qanday otganini sezmay qoldim. Qanaqa odam edi? Uzun bo'yli kelishgan odam. Hech ham kutmagandim. Jabrlanuvchilar kim? Oddiy ishchilar. Bandargohda ishlashardi. Bu qanaqasi? Berdim. Yaxshi. Menga qara. Xavotirlanma. Unga hech narsa bo'lmaydi. Tushundingmi? Yo'q. Iltimos. Bekorga o'g'il bo'lishdi. U aniq maqsad bilan ishlayapti. 6 kishini bekorga o'ldirmagan. Kitga ancha yaqinlashib qoldik. To'g'ri. Menga ancha yaqinlashib qoldingiz. Kit. Mustafa bo'lsang kerak. E'tiborimni tortish uchun 6 kishini o'ldirding. Ozgina kutganingda o'zim borardim. Nachora. Ba'zilar qurbon, ba'zilar ovchi bo'lishadi. Qoyilman Mustafa. Menga bunchalik yaqinlashgan ilk insonsan. Tabiiyki oxirgisi bo'lasan. O'zingni juda aqlli deb o'ylarkansan-da. Adashyapsan. Niyatingni taxmin qilish mumkin. Ehtiyot bo'l, Kit. Orqangga qara. Butun Galata politsiyasi turibdi. Qochdi yaramas. Aytgan shifokorlaringiz keldimi? Xuddi shunday olampanoh. Neslixon sultonimning boshidalar. Bola bechora to'satdan isitmalab qoldi, tobi qochdi. Alloh shifo bersin, a'lo hazrat. Ilohim. Kiring.
Sultonim, Asad Podsho va Boris Zaxaryas kelishdi. Kirishsin. Sultonim, Olam panoh. xushxabar bilan keldik sultonim. Bank uchun zarur bo'lgan 12 million oltinni to'plashni boshladik. Yaxshi. Sarmoyaning asosiy qismini ichki imkoniyatlardan foydalanib topyapmiz. Yaxshi. A'lo hazratlari izn bersalar, yana bitta xushxabarim bor. Marhamat. Mamlakatimizda qurol-yarog' korxonasi qurish bo'yicha yirik taklif oldik. Kimdan? Amerikaliklardan. Amerikaliklardan deng, Boris afandi. Amerika dunyoning narigi burchagida, biz esa bu tomondamiz. Oramizda butun boshli Yevropa qit'asi bor. Tabiiyki, amerikaliklar yurtimizda qurol-yarog' korxonasi qurishga harakat qilishadi. Chunki na inglizlardan, na fransuzlardan qurol sotib olisha olmaydi. Xabaringiz bor. Tinimsiz urushlar yakunida Amerika rahbari siyosatchi Linkoln o'ldirildi. Buyuk inson edi. Quldorlikni bekor qilgandi. Uni shimolliklar o'ldirdi. Chunki urushni tugatish uchun raqib tomonga katta pul bermoqchi edi. O'z rahnamolarini o'ldirganlar bilan tahlikali hamkorlik qilsangiz, mag'lubiyat alamini tortishga majbursiz. Qanday bo'lmasin, bu ishni o'zimiz qilishimiz shart. Hech kimga muhtojlik sezmang. Kiring. A'lo hazrat, Neslihan sulton. Sultonimizning qizi qattiq betob. Qizalog'im o'zimni. Neslihan sultonning ahvoli qalay? A'lo hazrat, nega isitmasi chiqayotganini aniqlay olmayapmiz. Shu joyda emas. Bizga ma'lum barcha davolash usullaridan foydalanib ko'rdik. Afsuski foydasi yo'q. Ahvoli tobora og'irlashmoqda. Hamma narsaga tayyor turishimiz kerak sultonim. Barchaga xabar bering. Zarur bo'lsa saltanatimizdagi jami hoziq tabiblarni chaqiring. Sultonim, ruxsat eting. Eshitaman. Viyana tibbiyot universiteti professori doktor Schulz ayni paytda uyimda mehmon, juda mashhur shifokor. Istasangiz hozirroq saroyga chaqiramiz. Zudlik bilan chaqiring. Bosh ustiga. Ijozatingiz bilan sultonim. Ruxsat eting a'lo hazrat. Qotilning ismi Kid, Amerikalik. Istanbulga kelish bilan 5 nafar janublik yurtdoshini o'ldirdi. So'ngra hammomda 4 kishini. E'tiborimizni tortish uchun yana 6 kishini tinchitdi. U ashaddiy qotil bo'lishi barobarida maxfiy politsiyaning eng sodiq xodimlaridan biri. Bu odamlar nega keldi? Qurol-yarog' ro'yxati bor degandingmi, o'g'lim? Ha. Qurol-yarog' savdosi ancha tahlikali ish. Nima ish ekan u? Bandargohda g'alati voqealar bo'lyaptimi, yo'qmi, shuni aniqlayapman. Salom. Ismim doktor Schulz. Boris Zaxaryas jo'natdi. Ijozatingiz bilan. Marhamat.
Qozi afandi, Boris afandi, sizni bu yerda uchratish. Lara qayerda ishlayotganini ko'rmoqchi edim. Lara juda ajoyib qiz. Yaxshi farzand tarbiyalabsiz. Rahmat. Lara ertaga kechki ovqatga sizni taklif qilibdi, janob Mustafa. Minnatdorchilik ramzi sifatida. Yo'q. Aslida men rahmat aytaman. Jamg'arma ishlari yaxshi ketyapti, to'g'rimi? Laraning aytishicha, kasalxona ham kerakmish. Mumkin bo'lsa xarajatlarini men ko'tarsam degandim. Qozi afandi, bilaman, men haqimda fikringiz yaxshi emas, ammo bu yondashuvni o'zgartira olsam, xursand bo'lardim. Bunday ko'makni bajonidil qabul qilamiz, janob Zaxariyas. Mayli, unda kechqurun ko'rishguncha. Laraning xonasi qayerda o'zi? Marhamat. Sifatli miltiq. Yaxshi mol. Hammasi shu yerdami? So'nggi o'qigacha. Yaxshi. Qolganini o'zimiz amallaymiz. Qanday qilib? Men va elchixona xodimlari. Kemamizning diplomatik daxlsizligi bor. Qutilarning ustiga Amerika elchixonasi deb yozib qo'yamiz. Chegaradan bemalol o'tib olasiz. Barakalla, yaxshi o'ylabsizlar. Mayli, unda menga javob. Ularning kallasi zo'r ishlar ekan. Mustafa, senga bir narsa tayyorlab qo'ydim. Bu yoqqa yur. Ijozat eting. Mayli, bora qol. Kiring. Podshohim, Neslihan sulton. Mayda tomirlar yorilib, qon ketayotgan ekan. Xayriyat, vaqtida sezib qoldik. Ko'p yashang, tabib afandi. Boris Zaxariyasga katta rahmat aytib qo'ying. Albatta. Xudoga shukr. Otajon, Galata. Boris afandi, doktor Schultz saroydan chiqdi. Qorako'y bandargohi. Meni topding, Mustafa. Buni avvalroq so'rashim kerak edi, ammo amerikaliklarni nega o'ldirding? Javobini topgan bo'lsang kerak. Shu sababmi? Barakalla. Jabrlanuvchilar sotuvchi emas, xaridor edi. Sendek tajribali odam bu qog'ozlarni tashlab ketmasligi lozim edi. Buncha molni faqat bandargohdan olib chiqish mumkin, to'g'rimi? Keyinchi U yoq oson kechdi. Zobitlarni fuqaro kiyimida izingga tushirdim. Chiqishingni kutdim. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar unutma. Bu yer Istanbul. Yaxshilikcha taslim bo'l. qarshimga yolg'iz chiqqaningga qaraganda yo juda ham jasursan yoki g'irt tentak.
Baraka top, Abdulloh. Rahmat. Xush kelibsiz. Aybga buyurmaysan, biroz kechikdik. Kechikisi yo'q. Marhamat. Dadajon, mehmonimiz keldi. Xush kelibsan, Zobit Mustafa. Xushvaqt bo'ling. O'tir. Bugun bandargohda nimadir bo'lganga o'xshaydi. Demak, xabar kelibdi-da. Bandargohda kemalarimiz ko'p, shu bois har qanday xabar tezda yetib keladi. To'g'ri? Bandargohda nima bo'ldi? Hech gap yo'q. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Zaharning miqdorini aniqlash uchun mijozning vazni va bo'yini bilishim shart. Kelishgan, baland bo'yli, baquvvat yigit. Yoqimli ishtaha.